Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar bor, lekin ko'p pensionerlar bu haqda bilmagani uchun o'z haqini vaqtida olmayapti. Kimdir menga aytishmadi. Kimdir pensiyam shuncha ekan deb yuraveradi. Yana kimdir hujjat topshirmagan uchun oyma-oy qo'shimcha puldan mahrum bo'ladi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga va pensiyaga chiqishga yaqin turgan odamlarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun qaysi holatlarda pensiyaga qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkinligini, nima uchun odamlar bu pulni olmay qolayotganini, qaysi hujjatlar kerakligini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Men amaliyotda juda ko'p ko'rganman. Odam pensiyasini oladi, lekin uning tarkibida nimalar hisoblanganini bilmaydi. Masalan, men 2 million 200 ming so'm olyapman deydi. Men undan so'rayman, bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ustama bormi, kompensatsiya bormi, parvarish puli bormi, ish staji to'liq hisoblanganmi? Ko'pchilik javob bera olmaydi. Chunki pensiya faqat bitta raqam emas. Uning ichida bazaviy miqdor, ish staji, ish haqi ko'rsatkichlari, ayrim hollarda ustamalar, alohida toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar va qayta hisob-kitoblar bo'lishi mumkin. Avval ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar bilan yuritilgan. Pensionerning eski mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari, farzandlar haqidagi guvohnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, harbiy xizmat yoki imtiyozli davrlar haqidagi ma'lumotlar alohida yig'ilgan. Agar hujjat yo'q bo'lsa, ko'pincha o'sha davr hisobga olinmay qolgan. Keyin odamning pensiyasi kamroq chiqqan. Ba'zan pensioner buni bilmagan, ba'zan bilgan bo'lsa ham endi bo'ldi, qayta ko'rib chiqishmaydi deb o'ylagan. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Ayrim ma'lumotlar idoralararo almashilmoqda. Lekin bu degani hamma qo'shimcha to'lov avtomatik beriladi degani emas. Mana shu joy eng muhim nuqta. Agar tizimda ma'lumot bo'lmasa, agar eski ish joyingiz arxivda noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, agar bolalar tarbiyasi davri yoki parvarish davri tasdiqlanmagan bo'lsa, agar siz maxsus imtiyozli toifaga kirsangiz, buni tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmagan bo'lsa, qo'shimcha pul hisoblanmasligi mumkin. Bu hamma joyda ataylab yashashmoqda degani emas. Lekin amalda odam bilmasa, so'ramasa, tekshirilmasa, ko'p hollarda pulini yo'qotadi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiyaga qo'shimcha to'lov deganda faqat bitta turdagi pulni tushunmang. Bu turli holatlarda turlicha bo'ladi. Masalan, ayrim pensionerlarga yoshga doir pensiya ustiga ma'lum ustama qo'shilishi mumkin. Ayrimlarga nogironlik guruhi mehnat faoliyatidagi maxsus sharoit, urush yoki unga tenglashtirilgan holatlar, alohida xizmatlari, parvarishga muhtojligi, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligi kabi sabablar bilan qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda esa pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Ya'ni sizga alohida ustama berilmaydi. Lekin pensiyaning o'zi yuqoriroq chiqishi kerak bo'ladi. Masalan, bir pensioner ayolni olaylik. U 6 yoshda pensiyaga chiqqan, 25 yil ish staji bor deb hisoblangan. Pensiyasi shartli ravishda 20 million 300 ming so'm bo'lsin. Keyin ma'lum bo'ladiki, uning 5 yil ishlagan davri eski zavod arxivida boshqa familiya bilan qolib ketgan. Chunki turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan. Agar o'sha 5 yil tasdiqlansa, umumiy staj 30 yil bo'ladi. Bu esa pensiya hisob-kitobiga ta'sir qilishi mumkin. Natijada oyga 7 ming, 7 ming yoki undan ham ko'proq farq paydo bo'lishi ehtimoli bor. Bir oyda bu uncha katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin bir yilda 20 million 200 ming yoki 20 million 200 ming so'm degani. 3 yilda esa anchagina pul. Yana bir misol. Erkak kishi pensiyaga chiqqan. Lekin yoshligida harbiy xizmatda bo'lgan davrini tasdiqlovchi hujjatni topshirmagan. Bu shundoq ham hisoblangan bo'lsa kerak deb o'ylagan. Lekin pensiya hujjatlarida bu davr yo'q. Agar harbiy bilet yoki tegishli ma'lumotnoma orqali bu davr tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ko'p odam aynan bo'lsa kerak degan taxmin bilan pul yo'qotadi. Men doim aytaman. Pensiya masalasini taxmin qilish mumkin emas. Faqat hujjat va hisob-kitobga qarash kerak. 3-misol.
nogironligi bo'lgan pensioner parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. U o'zi mustaqil yurishi qiyin. Dori-darmon, ko'rik, kundalik parvarish kerak. Ayrim holatlarda qonunchilikda belgilangan tartibda parvarish, kompensatsiya yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin odam tibbiy xulosa olish, tegishli idoraga murojaat qilish, ariza yozish kerakligini bilmaydi. Natijada u nafaqat sog'liq bilan qiynaladi, balki moddiy tomondan ham o'ziga tegishli yordamni olmay qoladi. Menimcha, birinchi navbatda pensiyasidan norozi bo'lganlar emas, balki pensiya tarkibini bilmaydiganlarning hammasi tekshirtirish kerak. Chunki ba'zi odam pensiyam normal deb o'ylaydi, lekin aslida unga ko'proq chiqish kerak bo'lgan bo'ladi. Ayniqsa quyidagi fuqarolar ehtiyot bo'lish kerak. Eski davrda ko'p joyda ishlaganlar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish, mavsumiy ish, ekspeditsiya, tibbiyot, ta'lim, kon, transport, harbiylashtirilgan yoki zararli sharoitlarda ishlaganlar. Nega? Chunki bunday joylarda arxiv hujjatlari ko'p bo'ladi. Ma'lumotlar to'liq saqlanmagan bo'lishi mumkin. Ish joylari qayta tashkil etilgan yoki yopilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Ayollarda bu juda ko'p uchraydi. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, ish joyi ma'lumotnomasida yana xatolik bo'lishi mumkin. Bitta harfning noto'g'ri yozilishi ham ba'zan davr hisobga olinmasligiga sabab bo'ladi. Masalan, Karimova o'rniga Karimova yoki Qodirova o'rniga Qodirova yozilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari bir-biriga ulanmay qoladi. Uchinchi guruh farzand tarbiyasi davri, nogiron farzand parvarishi, yaqin qarindosh parvarishi kabi holatlari bo'lganlar. Bu davrlarning pensiya hisobiga ta'sir bo'lishi mumkin, lekin har doim ham avtomatik ko'rinavermaydi. Kerakli guvohnomalar, tibbiy xulosalar, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Oddiy misol, ona 5 nafar farzand tarbiyalagan, uzoq yillar uyda bo'lgan. U men ishlamaganman, demak staj yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim davrlar qonunchilikka ko'ra hisobga olinishi mumkin. Bu joyda aniq holatni tekshirish kerak. 4-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqadi, lekin yana 2 yil, 3 yil, 5 yil ishlaydi. Ularning sug'urta badallari yoki ish haqi ma'lumotlari pensiya qayta hisob kitobiga asos bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Lekin odam ariza bermasa yoki ma'lumotlar tizimda to'liq aks etmasa, u o'zgarishni sezmasligi mumkin. Shuning uchun men pensiyadaman, endi hech narsa o'zgarmaydi degan fikr noto'g'ri. Men bu mavzuni tushuntirayotganimda odamlarni vahimaga solmoqchi emasman. Har bir pensionerga albatta katta pul yashirilgan deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Agar siz pensiyaga chiqqanda barcha hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz, mehnat stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olingan bo'lsa, imtiyozli toifaga kirmasangiz, qaramog'ingizda alohida hisobga olinadigan shaxslar bo'lmasa, nogironlik yoki parvarish bo'yicha qo'shimcha asos bo'lmasa, pensiyangiz to'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin men shuni tavsiya qilaman. Xavotir olish boshqa, tekshirtirish boshqa. Tekshirtirish oddiy huquq. Siz pensiya miqdori qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Sizdan hech kim nima uchun so'rayapsiz deb ranjimasligi kerak. Davlat organiga murojaat qilish, hisob kitobni so'rash, hujjatlar ro'yxatini aniqlash bu normal jarayon. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar xato bo'lsa, uni tuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar qo'shimcha to'lovni eshitib, demak menga ham berilishi kerak deb o'ylaydi. Aslida har bir qo'shimcha to'lovning o'z sharti bor. Yosh, ish staji, pensiya turi, nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, qaramog'idagi shaxs yashash holati, alohida maqom, hujjatning sanasi va murojaat qilingan vaqt muhim bo'ladi. Bitta qo'shnining o'lgani ikkinchi qo'shniga ham avtomatik tegishli degani emas. Masalan, 2 pensioner bir mahallada yashaydi. Ikkalasi ham 70 yoshda. Birinchisi 35 yil rasmiy ishlagan, barcha ish haqi ma'lumotlari bor. Qo'shimcha imtiyozli maqomi bor. Ikkinchisi esa 10 yil rasmiy ishlagan, qolgan yillar norasmiy ishlagan, hujjatlar to'liq emas. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Ikkinchi pensioner meni aldashdi deb o'ylashi mumkin. Lekin asosiy sabab hujjat va staj farqi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga ikkinchi odamning ham e'tibordan chetda qolgan davrlari bo'lishi mumkin. Demak, hissiyot bilan emas, hujjat bilan tekshirish kerak. Yana bir nozik jihat, qo'shimcha to'lov har doim o'tgan yillar uchun to'liq qaytarib berilmasligi mumkin.
ayrim holatlarda to'lov murojaat qilingan kundan yoki hujjat taqdim etilgan vaqtdan boshlab belgilanadi. Ayrim holatlarda xato idora tomonidan bo'lgan bo'lsa, qayta hisob-kitob boshqacha ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun men 5 yil oldin bilmaganman. Endi 5 yilning hammasini berishsin deyish har doim ham huquqiy jihatdan to'g'ri chiqmasligi mumkin. Lekin bu murojaat qilmaslik kerak degani emas. Aksincha, qanchalik erta murojaat qilsangiz, shunchalik yaxshi. Yana bir muammo. Odamlar og'zaki javob bilan cheklanib qoladi. Bormang, sizga hech narsa chiqmaydi. Sizning hujjatingiz bo'lmaydi. Bu sizga tegishli emas degan gaplarni eshitib qaytib ketadi. Men doim aytaman, muhim masalada og'zaki javob yetarli emas. Agar sizda asos bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada aniq yozing. Pensiyam tarkibini tushuntirib berishingizni, staj va ish haqi ma'lumotlarini qayta tekshirishingizni, qo'shimcha to'lov yoki ustama huquqim bor yo'qligini aniqlab berishingizni so'rayman. Yozma murojaatga yozma javob berilishi kerak. Ana shunda keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish uchun hujjat bo'ladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Qo'lingizdagi barcha pensiya va mehnatga oid hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik holatdagi guvohnomalar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limiga yoki vakolatli tashkilotga murojaat qilib, pensiyangiz qanday hisoblanganini so'rang. Siz menga ko'proq pul bering deb emas, avval hisob-kitobni tushuntirib bering deb boring. Chunki qayerda xato borligini bilmasdan turib, talabni ham aniq qo'yib bo'lmaydi. Pensiya hisobida qaysi yillar stajga olingan, qaysi yillar olinmagan, ish haqi qaysi davr bo'yicha hisoblangan, ustama yoki qo'shimcha to'lov qo'shilganmi, shularni aniqlang. Uchinchi qadam, arizani yozma topshiring. Arizada oddiy tilda shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyam miqdori va tarkibini, ish stajim to'liq hisobga olingan-olinmaganini, qo'shimcha to'lovlar va ustamalar bo'yicha huquqim mavjud yoki mavjud emasligini tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Agar sizda aniq davr bo'yicha shubha bo'lsa, masalan, 1994 yildan 1990 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, tekshiruv shunchalik oson bo'ladi. 4-qadam, hujjat topshirganda nusxa oling va qabul qilinganini tasdiqlating. Ko'p odam xatoni shu yerda qiladi. Hujjatni beradi, lekin qo'lida isbot qolmaydi. Keyin men topshirgandim deydi. Ammo buni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana, ro'yxat raqami yoki mas'ul shaxs belgisi qo'yilishi kerak. Elektron tarzda yuborsangiz ham murojaat raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Javobda asos yo'q deyilsa, nega asos yo'qligini ko'ring. Qaysi norma, qaysi hujjat, qaysi davr sabab rad etilgan. Agar javob umumiy va tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rashingiz mumkin. Agar sizda hujjat bor, lekin hisobga olinmagan bo'lsa, yuqori idoraga shikoyat qilish yoki zarurat bo'lsa sud tartibida huquqni himoya qilish mumkin. 6-qadam, arxiv bilan ishlashdan qo'rqmang. Eski korxona yopilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari tuman, shahar, viloyat arxivida yoki huquqiy voris tashkilotda saqlanishi mumkin. Masalan, odam men ishlagan zavod yo'q bo'lib ketgan, demak hujjat ham yo'q deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Arxivga so'rov yuborib, ishga qabul qilingan va bo'shatilgan sanalar, lavozim, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshishiga sabab bo'ladi. Tasavvur qiling, 8 yoshli ona 20 million 1 ming so'm pensiya oladi. U 4 farzandni katta qilgan, 20 yil maktabda ishlagan. Keyin kasal onasini parvarish qilgan. Pensiyaga chiqqanda faqat mehnat daftarchasini bergan, boshqa hujjatlarni topshirmagan. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, ayrim davrlar va hujjatlar hisobga olinishi mumkin. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Hatto o'yiga 20 ming so'm farq chiqsa ham, bu odam uchun dori pulning bir qismi, kommunal to'lovning bir qismi nevarasiga yordam degani. Yana bir holat. 72 yoshli ota pensiyaga chiqqandan keyin ham qorovul bo'lib ishlagan. U 6 yil ishlagan, lekin pensiyaga chiqqanman. Endi foydasi yo'q deb hech narsa so'ramagan.
keyin farzandi pensiya bo'limiga borib, qayta hisob-kitob imkoniyatini so'ragan. Ma'lumotlar tekshirilganda ayrim davrlar bo'yicha pensiyaga ta'sir qiladigan asoslar borligi aniqlangan. Bu yerda gap faqat pulda emas, odamning mehnati tan olinishi ham muhim. Yana bir misol, o'quvchisini yo'qotgan oila bor. Ona farzandlari uchun tegishli pensiya yoki nafaqa masalasini bilmay yuradi. Erim ishlagan, lekin men qayerga borishni bilmayman deydi. Bunday holatda o'lim haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'quvchining ish staji va ish haqi haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar oila murojaat qilmasa, o'ziga tegishli yordamdan bexabar qoladi. Shuning uchun men har doim farzandlarga aytaman. Ota-onangiz, onangiz, yolg'iz qolgan qarindoshingiz huquqlarini tekshirib bering. Birinchi xavf vositachilar. Kimdir men pensiyangizni oshirib beraman, falon pul bering desa, juda ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi hujjat va qonun asosida hal bo'ladi. Rasmiy to'lovlar bo'lsa, ular belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Qo'lga pul berish, tanish izlash, noma'lum odamga hujjat topshirish katta xavf. Hujjatingiz yo'qolishi, shaxsiy ma'lumotlaringizdan noto'g'ri foydalanilishi mumkin. Ikkinchi xavf, ijtimoiy tarmoqlardagi aniq bo'lmagan xabarlar. Hamma pensionerga falon so'mdan berilarkan, ertadan yangi to'lov boshlanar ekan. Faqat bugun ariza topshirsangiz olasiz degan xabarlarga darrov ishonmang. Rasmiy manbani tekshiring, pensiya organidan so'rang, mahalla yoki ijtimoiy xizmat vakillaridan aniqlang. Men shuni ko'p ko'raman. Odamlar noto'g'ri xabar bilan yugurib boradi. Asabiylashadi. Keyin aslida bunday umumiy to'lov yo'qligi ma'lum bo'ladi. Lekin bu real huquqlaringizni tekshirmang degani emas. Uchinchi xavf muddatni o'tkazib yuborish. Ba'zi to'lovlar yoki qayta hisoblashlar uchun murojaat va hujjat taqdim etish sanasi muhim. Bugun bilib 6 oy kutib yurish o'zingizga zarar. Agar shubhangiz bo'lsa, hozirroq ariza bering. Hujjat yetishmasa keyin to'ldirasiz. Muhimi jarayon boshlansin. 4-xavf o'z huquqini uyat deb bilish. Juda ko'p keksalar borib so'rasam uyat bo'ladi. Meni yomon ko'rishadi, men shuncha yosh kirdim, endi nima qilaman deydi. Men buni noto'g'ri deb bilaman. Pensiya sadaqa emas, bu sizning mehnatingiz, hayotingiz, qonuniy huquqingiz bilan bog'liq mablag'. Siz uni so'rashga, tekshirtirishga, tushuntirish talab qilishga to'liq haqlisiz. Bugungi asosiy fikr shuki, pensiyaga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki qayta hisob-kitob imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Lekin ular har doim ham odamning o'ziga avtomatik yetib kelavermaydi. Kimdir hujjat topshirmagan bo'ladi. Kimdir staji to'liq kiritilmagan bo'ladi. Kimdir imtiyozli holatini tasdiqlamagan bo'ladi. Kimdir esa pensiya tarkibini umuman bilmaydi. Shuning uchun men sizga aniq tavsiya beraman. Hujjatlaringizni yig'ing. Pensiya hisob-kitobingizni tekshirtiring. Yozma ariza bering. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya qo'shimcha to'lovlari bo'yicha tekshirtirib ko'rganmisiz? Pensiyangiz tarkibini bilasizmi yoki faqat umumiy summani olasizmi? Sizning izohingiz boshqa pensionerlarga ham yordam berishi mumkin. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim masalalarni yana ham sodda qilib tushuntirishda davom etaman.